nimalar bor? Dunyoda yagona cheksizlik effektini beradigan joy, go'yoki vaqt to'xtab qolganga o'xshaydi. Undan so'ng basharaga va fikrlaringga tupuradigan Kusko multfilmidagi lamalarni oldiga bordim. Ularning shirinligini qaranglar, buncha shirin. Rostdan shirin ekan, go'shtni ham yeb ko'rdim. Yana bu yoqda suv sovuq qiladigan xolalarni butun boshli bozori bor ekan. Pulini bersa dushmaninglarni o'ldirib ham berar ekan. Astag'firulloh. Bu yo'ni yosh katta onaxonlari shunaqa sochlarini ikkita o'rib olib, yubkachalarda yurishar ekan. Bu yo'ni qabristonlari etashkali ekan. Marhumlarga ko'la, o'yinchoqlar tashab ketishar ekan. Bu yoqda kanat jamoat transporti ekan. Ya'ni odamlar ishga kanatda borib kelishadi. Xuddi biz metrodan foydalangandek. Bu yoqda 10 ta liniya, 40 taga yaqin bekati bor ekan. Bunaqasi dunyo bo'yicha faqat Boliviyada bor. Shaharlari esa o'ta go'zal. Tog'ning yonida. Ko'chalari ham rang-barang. Tunda esa yana ham go'zallashadi. Bulutlari ham xuddi kinolardagidek alohida. Xo'sh, sizlarga Boliviyaning nimasi yoqdi? Yozib qoldiringlar.